Bunaqa narxga bunaqangi kuchli mototsiklni sotayotganimizga o'zim ham ishonmayapman. Vasat Sportdan klientlarimiz sevgan Sonic Restyling modeli. Bu prosta mototsikl emas, bu haqiqiy adrenalin. Qora glansiy va yashil ranglar kombinatsiyasi hammaning e'tiborini faqat sizga tortadi. Oldi qismida joylashgan ikkitalik va pastki qismidagi qo'shimcha LED chiroqlar markazlashtirilgan fokus bilan yoritadi. Shu mototsiklimizga 17 razmerli raznoshiroki balonlar o'rnatilgan. Mototsiklimizda shahar yo'llari bo'yicha qulay harakatlanishingiz uchun peryortish amortizatorlar o'rnatilgan. Mototsiklimizga kiritilgan yangiliklardan xavfsizlik va qulaylik uchun dugalar, sifatli akrapovich glushitellar. Sonic modelimizga restylingdan so'ng 400 kubali injektor motor o'rnatildi. Maksimal tezligi esa 150 km/soat tezlikgacha chiqa oladi. Shu modelimiz rasxodiga keladigan bo'lsa, 100 km yo'lga atigi 7-8 litr benzin yeydi. Polniy bak bilan 280 km masofani bosib o'tadi. Agar bu mototsiklimiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarda plyus belgisini qoldiring.